Dadasi, ertalab voy qilib turing, saylovga boramiz, tushundingizmi? Saylov paylovingga bormayman. Birontasiga ovoz bering. Xohlasak borda o'rnimga borib, Leboyga ovoz berib kel. U qanday bo'ladi? Zo'r bo'ladi, bo'ring. Voy. Hozir. Kim bo'ldi bu ertalabdan? Assalomu alaykum, voyinkomatdan keldik. Xush kelibsizlar. Ammo armiyaga borganmi? Siz emas, ayolingiz ketadi. Nima deyapsanlar? Nimaga hayron qolasiz? O'zingiz ovoz bergan deputat shu taklifni kiritgan. Ayolingiz armiyaga ketadi. Dadasi qachon? Qaq ketyapsan, bolaga kim qaraydi? Qarangizingiz keraksa. Komandir ketdik. Ketchi. Hey! Mana aka 1 kilo qo'y go'shti. Xohlasangiz 1 kilo eshak go'shtidan ham beray, sizga eshak ekan. Eshak go'shtini nima qilaman? Jinnimisan? Nimaga hayron qolasiz? O'zingiz ovoz bergan deputat aytdi. Eshak go'shti